Sağ hammaga do'stlar. Meni kanalimga xush keldinglar do'stlar. Do'stlar, meni kanalimda har doimgidek juda ham qiziqarli video bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin like va obuna bo'lib do'stlar bilan oladigan videomizga subscribe bo'ling bo'ladi. Qani bo'lsam keting. Men hozir o'zimga subscribe bo'lgan narsalarni olaman. Hozircha menga kerak bo'ladigan narsalar mana shular. O'z stikerlarni keyinroq amaluraman. Bu bloknot bo'lmas ekanman. Qaranglar. Men hozir buni aytib qo'ysam qizig'i yo'q bo'lib qoladi. Hozir nima aytmoqchi bo'lganligimni. Mayli, bo'lmasam konskra bo'lgani boshlaymiz. Yana bitta narsani olish esimizdan chiqibdi. Bizga applicatsiya qilli kerak. Qizilda ishlatamiz. Qizil. Men eng yaxshi ko'rgan rangim ham qizil. Ro'molni ochib olamiz hozir. Chunki bitta boyagindan olishim kerak. Oh my god. Avvaldan maylim. Joyiga qo'yib olaman. Agar shu videoga qo'ygan qo'shig'im sizlarga yoqdimi yoqmadimi bilmadim. Agar yoqmagan bo'lsa uzr. Mayli. Xo'sh do'stlar, hozir men sizlarga qanaqa rangda skrab bo'lgan qilaman deb qanaqa rangda skrab bo'lgan qilishimni aytmoqchiman. Ili hozir men qanaqa rangda skrab bo'lgan qilaman, bu rang qora. Chunki men faqat ana shunga qora rangda skrab bo'lgan qilaman. Qolgan ranglarda qilmaman. Qilsam o'zim hozir aytib qo'ymayman, lekin o'zim narsam kelib qolgan keladi biron bitta joydan. O'sha keyin raspakovka chek qilaman. Ana shundan keyin mayli. Bo'ldi, skrab bo'lib boshladi. Hozir qora skrab menga kerak bo'ladigan narsa. Do'stlar, hozir men ish tortmachamni oldim. Ana endi buni ichidan o'zimizga skrab bo'lgan qog'ozlar olaman. Mayli, shu stol ustida tursin. Hozir o'zimga kerak narsalarni olishim kerak. Do'stlar, axir bizda bitta narsa qolmadi-yu skrab bo'lgani uchun. Mayli, uni ham qayergadir qo'ygandirman-da. Mayli, hozir topib olaman, baribir. Balkim toparman, balkim qayerdadir tutgandir deyman, lekin taqdirda ham. Buni joyiga qo'yib olaman. Menda o'sha hojisidagi aytgan narsam tugabdi do'stlar. Endi nima qilaman? Mayli, hozir topib olaman. Qayerga qo'yganimni bilmayman, to'g'risi. Topaman. Do'stlar, hozir men skrab bo'lgan qog'ozim o'zi qolmabdi. Printerimdan kelgan yangi shunaqa chiqartirib oldim do'stlar, qaranglar. Shunaqa qilib, ilk kelgan ko'k rang listdan ham chiqartirib oldim. Bunaqa shenki yozuvlar bilan do'stlar. Ana endi sizlar bilan skrab bo'lgani boshlaymiz. Menda o'sha xo'sh, oqidan boshlamoqchiman. Oqidan hozir biz bitta anaqa olamiz. Oh my god. Menga buning uchun, ya'ni buni qish uchun qancha kerak bo'ladi? Qachimni ham olaman. Hozir men katta qancha ishlataman. Mayda qachma kelishim kerak. Olishim kerak. Tepadan. Hozir qildim do'stlar. Uni qilamiz. Men hozir oddiyrog'idan qirqib oldim. Mana zo'rmi do'stlar, qaranglar. Mayli. Bunyonni musorlarni qo'yib olamiz. Musor soladiganimni pastga qo'yib qo'yganman. Xo'sh, mayli, bu qanaqasiga tursam ekan buni. Shunaqasiga tursam ekanmi? Hozir men buni yopishtirib olaman.
Nima yopishtirib oldim. Mana shu pastga do'stlar. Ekan o'zimga mayda qaychichamga olib keldim. Mini mayda kattasini olib qo'ydim. Ana endi sizlar bilanman hozir. Xo'sh. Nima yopishtiramiz endi? Voy. Mana bulardan tanlaymiz. Xo'p, mayli. Xo'sh, voy. Qanaqa chiqargan? Davomini tanlayman. Mana shuni tanlayman. Mana buni. Bularni esa olib qo'yaman. Endi mana buni xo'sh. Men shunaqasiga qilib kesib olaman. O'taqo'y. Buni yertib olamiz. O'zi bu skrabutning juda uzoq qolib ketsam kerak, chunki men skrabutning o'zimga yoqish uchun juda qolib ketaman 1 soatlab. Kerak bo'lsa 1 soatlab qolib ketardim. Shunaqa video olmagan paytlarim juda ko'p qolib ketardim-da. Buni mana bu yerdan qilib yopishtiramiz. Shunday bo'ladi. Bu yerda teshigi bor. Agar axir desanglar, teshamaydi. Biron nima bilan shuni teshamiz. O'zimga kerakli narsalar zakaz qilishim kerak hali. Uzun marketdan do'stlar. Mayli. Juda ko'p narsa zakaz qilishim kerak. Do'stlar, hozir men do'stlar, endi bunga 4-chi bu ham kerak bo'lib qoladi. Qischa talaymiz sizlar bilan. Hozir qischani hozir talash shartmi? Nimani qo'yganim sizlarni yopish qilib olib. Такой. Qatta bo'lishi mumkin. Boy topdim. Mana o'zimga kerakli narsalar bor. Voy. Mana qilib qolamiz o'zimizga. Bu juda ham to'zib ketsa kerak deb o'ylayman, chunki men skrabutning qilganimda juda ham to'zib ketadi do'stlar. Do'stlar, men post qo'ygandim. Bir kishi ham kommentariyada yozmagan. Qanaqa video olishim ekan o'ylanib qoldim. Qanaqa video olsam ekan dedim. O'zimga ham uncha g'oyalik kelmaydi. Qanaqa video olish bo'yicha. Keyin skrabutga olmoqchi bo'ldim. Mana skrabutga oldim. Ana endi yopishtirib olamiz. Buni ham. Shunaqa. Buni esa bitta yopishtiramiz do'stlar. Agar boshqa davosh chiqayotgan bo'lsa, musikamdan uzr so'rayman sizlardan do'stlar. Ana endi xo'sh, men bundan foydalanmoqchiman. Bu endi sariq, to'g'ri, lekin qora anaqada tasvirlangan, to'g'rimi? Buni kesib olamiz o'zimga kerakli qilib. Kesib oldim do'stlar. Sizlarga videolarim yoqadimi? Iltimos like va abunani bosib qo'yinglar. Kimimni bittasini kesib olamiz o'rtasidan. Mana bundaqa qilib. Voy! Do'stlar, qulupnikaligini qilmoqchi edim, bitta kesilib ketdi. Mayli, qulupnikaligini qo'ymayman. Yana bitta bor ekan, qulupnikaligi. Lekin bu menga uncha yoqmadi, lekin men buni chiroyli deb qaranglar. Lekin men bittani kesib yubordim dashib. Mayli. Endi arbuzligini qo'yamiz chetiga. Qo'ygim kelmay qoldi. Mayli. Kerak bo'lib qoladi qo'yishimga. Men faqat bulardan foydalanmayman. Endi birinchi shulardan foydalanib olaman. Keyin o'zimga kerakli narsalardan foydalanaman. Mayli, hozir men o'zim kerakli narsa olaman. Men bundan ham yopishtirmoqchiman. Mayli, ochib olamiz. Shunaqa ko'p bo'ladi bu. Buni ko'chirasizlar deb buni.
ikkita qilaman. Bittasini ko'chirib olamiz. Ko'chirib oldim. Bu yerga qo'yib turaman. Ana endi buni faqat qayerga kerak bo'lsa o'sha yerga yopishtirib olaman. Bunaqa qilib yirtib olaman. Yirtib oldim. degan joy bor edi. Mayli. Mana qasiga yopishtirsam bo'ladi. Hozir to'xtab turinglar, tushunmayapman hech nimaga. Oh my god, qat yotib qo'yibman. Mayli, hech qisi yo'q. Bunaqasiga qilib qo'yaman. Nima bo'lgan taqdirda. Mayli, bunaqasiga ham yirtib olamiz. Bunga mana qilib yopishtirsam ekan. Sizga uncha ko'rinmayapti ekan. Zo'r, agar ko'rmayotgan bo'lsa yopishtirib olamiz. Mayli. Xo'p, keyin narsalarni olaman. Do'stlar, unaqa ssenariyda shinnamarali stiker yopishtirmoqchiman. Undan mana yopishtirib olaman. Qatiga yopishtirsam bo'ladi. Mana bitta yopishtirib qo'yaman. Nastiga yo'qotdim. Chiroyli chiqyapti degan umiddaman. O'zi shunda qancha vaqtim ketganini bilmayman. Bir endi 10 minutlar ketgandir. Hali shunisi bu hali tugagani yo'q. Biz hali endi boshini tugatamiz. Yarim hali anchasi bor. Mayli, buni ichida bitta bo'ladi. Qaysi birini yopishtirsam? Xo'sh. Xo'p, qaysi biri chiroyli ekan? Mana shuni yopishtiraman. Qaranglar, qanaqa chiroyli chiqdi. Agar boshqa dosh chiqadigan bo'lsa, yana bir uzr so'rayman. Mana yana bitta olamiz. Xo'sh, mana ham yopishtirib olaman. Ili bilan joyiga solaman. Do'stlar, joyiga soldim. Endi olib qo'yaman. Joyiga. Nimani ishlatishim uchun kerak bo'lib qoladi. Tursin. Lekin men bu musora hozir men tashlab yuboraman. Tashlaydigan joyim bor. Tashlab yubordim. Endi esa sizlar bilan yana narsa yopishtirish uchun olamiz hozir. Qanaqa chiqyapti do'stlar, sizlarga yoqdim. Lekin menga yoqyapti. Mana bu stikerdan gulcha yopishtiramiz. Shunaqa. Xo'sh. Mana shuni yopishtiramiz. Shunaqa, bu shunday chiroyli gulcha. Zarlik уже bu sizlarga uncha ko'rinmayapti menimcha. Mana bitta yopishtiramiz. Okey. Keyin mana buni yopishtiramiz bitiga. Mana qaranglar, hali qanaqa chiqyapti. Bu hali tugamadi, lekin tugamasidan oldin chiroyli chiqyapti. Yo'qyapti, lekin men yo'qdi. Eng muhimi savoldim. Endi buni joyiga olib qo'yaman. Pushini ishlataman. Oxir-oxirlarda ishlatishim mumkin deb buni. Voy do'stlar, endi xo'sh. Xo'p, endi men qayerdadir narsam turgan deb eslamayman. Mayli, hozir qarorga yopishtiramiz. Bunaqa mayda juda stikerlardan yopishtiramiz. Printer zakaz qilganman, shunday stiker hozir shundan ham bitta tanlab olamiz. Qaysi bir BR degan yozuvni yopishtiramizmi? Mana bu kokteyl-chani yopishtiraylik yaxshilikcha. Yaxshilikchamish. Yaxshi ekan demoqchi, chiroyli ekan demoqchi, yaxshilikcha deb aytibman. Men bu yerga qatga qo'ysam ekan buni. Yo'q. Men bitta qilib qo'yaman. Okey. Bundan yopishtirdim. Endi bundan yana bundan emas, endi bunaqa.
stikerlar. No, faqat iljayib turgani tamam. Xo'sh, qaysi rangda yopishtirsam? Bu yerda sariq ham bor, pushti ham qatnashgan, qora ham qatnashgan, ko'k ham qatnashgan. Mayli, sariqda yopishtiraman bitga. Ismlarga ham qilib berishim mumkin do'stlar. Agar kommentariyada ismlarini yozib qoldirsanglar. Mayli, bitga yopishtirib olaman. Ana endi esa mana hali bitmadi lekin. Oh my god, ana endi xo'sh, mana bundan yopishtiramiz. Ya'ni kapibaralikdan. Qaysi birini yopishtirsam ekan. Men klubnika ushlab turganini yopishtiraman. Klubnika o'shaka. Shunaqa kapibarachi klubnika ushlab turibdi. Buni qattiq yopishtirsam bo'ladi. Buni o'qiraman. Mana umidga yopishtirdim. Buni ko'rmay qoldi. Endi men bizarlikdan bitta olaman. Uzr, agar netda chiqib qolgan bo'lsa. Shu tortikni yopishtirib olaman. Tortik. Shunaqa tort. Chirili. Buni esa men mashitga yopishtirib olaman. Bunaqa stikerlarni tekislash uchun olgandim buni. Bo'ldi. Imomning o'rtasidan bo'lib olaman. O'rtakoy arbuzini o'zini yopishtiramiz. Skotchlab, kley chiqarib. Yana bir bor aytaman, netda chiqayotgan bo'lsa, uzr do'stlar. Men bu videoni qachon olayotganim qiziq bo'lsa, agar qiziqmi bilmadim, qiziq emasmi? Aytgim kelmayapti deb qachon olayotganimni. Mayli. Endi esa hozir men o'zimga kerakli narsalardan olishim kerak. Hozir mana tortmachada o'zim qo'l mehnatlari bilan qilingan scrapbooklar, ya'ni paperlar. Xo'sh, mana sariq rangida yopishtiramiz. Sariq rangidan yirtib oldim. Sizga ko'rinmab ketganim. Mayli, endi yopishtirib olaman buni. Yopishtirsam ekan. Mana o'rtasidan yirtib olaman. Imomni qilib yutib oldim, mayda chiroq qilib.
yopishtirishga kamroq joy ketishi uchun ilayman manshetga. Bu scrapbookning menga nimagadir yoqmayapti, chunki xunuk chiqayotgandek tuyulyapti miyamda. Endi boya chiroyli chiqayotgan. No, nimagadir menga yoqmayapti. Qaranglar, qanaqa bir bachkanaroqdek tuyulyapti nimagadir. Nega boya yo'qotgan? Ay, chag'imizda. Endi keyingi narsa, ya'ni qisqa yopishtirishga o'tamiz. Faqat talab qo'yamiz, tutmaymiz hali yopishtirishga. Baxtli deydi. Voy. Qaysi birinchi tortarsam, yopishtirsam ekan. Shu birinchini yopishtiraman. Buni o'rab qo'yaman. Bo'ldi. Bundan ochib oldim. Bitta oldim, to'g'rirog'i. Ana endi so'zlardan ham olishim kerak. Qo'limga chirsillab tuyibdi boramiz. Mana shuni yopishtiramiz. Aginevil yozilgani Aginevil ekan. Bu hozir yopishtirmoqchi bo'lganim. Xo'sh, qolish juda qiyin bo'lyapti. Bir nima qilib baribir chiroyli qilaman shu narsani. April deb yozilgan ekan deb. Shuni ham keyin simple deganga simpatichная красотка o'zimizga, ya'ni я тебя люблю degan qo'shiq bor. Я тебя люблю degan qo'shiq esimga tushib ketdi. Сиблин deb yozilgan ekan. Simpatichная красотка o'zimga. Do'stlar, iltimos videoga like va obuna bo'lib qo'yinglar. So'zlar qilib qoldim. Menga yoqmayapti. Ko'rinishida shu bachkanadek ko'rinib ketyapti, shunaqa ham ko'zimga. Nima bo'lsa ham to'sib ketdi hamma yo'liga. O'rtasidan qirib oldim mana buni. Tinchlanib o'tirib qilsam bitta narsani chalg'imasdan o'shandaki scrapbook'im chiroyli chiqadi. Agar biron nimaga chalg'ib qolsam, o'xshamaydi hech nima. Ilim ma'musi kerakmi, noto'g'ri yopishtirib qo'yib qolaman. Nahozba nima qilib olaman. Voy. To'yam bozor oldim lekin. Ana endi buni yopishtirsam bo'ladi.
kapibara qilib mana yopishtirib qo'yaman. Mana xo'sh, ana endi yo'qotdi. Baribir xunukday tuyulyapti ko'zimga. Yoqmay ham qoladi, bir yoqadi, bir yoqmaydi, bir yoqib qoladi. Nimaga ko'p gapiringiz ham? Mana buni yopishtirish uchun olgandim уже. Mana bu qissasini qilib yopishtirib olaman. Birinchi. Bu ko'k rangda qizcha. Endi buni yopishtiraman endi. Sizlarga yoqdim do'stlar. Nima shuncha qilgan narsam yarmidan ko'p boshqa ko'rmagan. Shuni ham alamlarim kelib ketyapti hozir. Mana mamni turish kerak-da. Agar ko'rmagan bo'lsa do'stlar, uzr so'rayman. Kameraga ham e'tibor bermayapman. Peshayib qolganmi, peshayib qilganmi? Shu yerda qaramaman-da kameraga. Lekin bu varaq juda ham to'ldi уже. Endi esa buni teshib olishim kerak. Teshib olish uchun narsani olaman. Mana. Nima bilan teshasiz? O'zim yasirgan narsam bor, lekin yasirgan narsam sizga ko'rsatdim kim? Chunki o'zimga yoqmaydi. Teshib olaman. Iliman. Teshib oldim. Mana qirqib tashlashim kerak ekan. Oldi. Rayog'iga bunday qilib yopishtirib qo'yaman. Nima teshib oldim. Ayni xona. Sizga ko'rsatib qo'ya qolay, hech nima qilmaydi. Mana teshadigan steplar deyiladi-ku, shuna. Eskigan. Lekin menga o'zimga uncha yoqmaydi. Nima bo'lgan taqdirda ham. Ana endi buni ustiga qo'yaman, chunki bitta olganimni ustiga qo'yib ketaveraman. Ana. Прекрасная. Yapamay qoldim. Mana shunaqa bo'ldi edi. Menga uncha yoqmadi baribir. Birinchisi yoqardi, menga chiroyli chiqqandi chunki. Ikkinchisi juda ham tiqilinch va xunuk bo'lib qoldi. Sizlarga yoqdimi? Kommentariy yozing. Oh my god, axir biz so'zlarni yopishtirish esdan chiqaribmiz. Normal joyiga turgan holda ham yopishtirib ketaveraman. Yo xudoyim, yopilib qoldi, ochilmay qoldi. Ochgan narsam xo'sh. Mana simple deb yozilgan ekan. Ana shuni simpatichnaym bo'ldi aytmayman endi. Ana shu qo'shmani rosa jonimga tegib ketganim. Nima deb yozilgan? Samrum deb yozilgan ekan. Bu hamda. Har holda scrapbookingni bitirib ham oldim.
ancha yo'qdi. Juda endi yo'qib qoldi qanaydir. Chiroyli chiqdi. Nima do'stlarni endi sizlar bilan bu yerga yig'ishtiramiz. Qaranglar, deb bu yer to'zib ketgandim. No, mayli, yig'ishtirishni boshladim. Let's go. Mayli, bu yerga musiqani eshitinglar. No do'stlar, salomni yig'ishtirib oldim. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like, obuna qiling. No hali video tugamadi lekin, sizlarga bitta gap aytaman. Kommentariyada qaysi videoim kommentariyasi ochiq bo'lsa, qat'iy nazar shortsimmi, yoki videolarimni hech qaysi ochiq emas, shortsimda yoki postimda ochiq bo'lsa, yozib qoldiringlar ismlaringni, jurnal qilib beraman yoki agar jurnal xohlasanglar, shu ismga jurnal qilib bering, shu ismga scrapbooking qilib bering deb yozib qoldiringlar deb. Mayli do'stlar. Shunaqa gaplar. Qanaqa video olay do'stlar, men post qo'ysam, kommentariyada faqat bir kishi yozgan bitta postimni. Mayli. Do'stlar, videoga like va obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr.